Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan aka-ukalarimiz, mana bugun sizlar uchun mana shunaqa otlarni zo'rini ko'rsatish uchun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Yangobog' mahallasiga yetib kelganmiz akalar. Eng sifatli, eng yaxshilarini sizlar uchun ko'rsatamiz. Akalar, sizlar bo'lsa bitta tekin laykni bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysalaringiz bo'ldi akalar. Maza qilib tomosha qilinglar. Albatta sizlar uchun narx-navo qimmat bo'lsa, talashib tortishib qo'yaman. Agar yaxshi bo'lsa akalar, hammalaringizga tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, akalarim, sizlar uchun mana shunaqa sifatli, bir-biridan yaxshi bo'lgan, rangi-ro'yi ham bir o'ziga yarashgan qora bayir, undan tashqari qip-qizil cho'g'da yonib turgan mana shu otlarni ko'rsatyapmiz. Akalar, buni ko'ringlar, e'tibor beringlar. Qoralari ham shunday bir yaltirab turibdi. Quyosh yo'qligiga qaramasdan akalar yaltirash ko'zda olyapti. E'tibor beringlar, mana qip-qizil, bir-biridan chiroyli bo'lgan otlarimiz, oq poycha, mana shuna qashqa otlarimiz yetib kelibdi akalar. Bir so'z bilan aytganda, maza qilib mol qilaman, inshaalloh o'zim uchun mana shunaqa minish uchun ot qilaman, yo bo'lmasa akalar go'sht yo'nalishiga boqaman deydigan akalarimiz uchun ham zo'r variantdagi otlarimiz yetib kelgan. Endi akalar, buni soni nechta, yeb ichishi, sog'ligi, hamma ma'lumotlarini egalaridan sizlarga yetkazaveramiz. Sizlardan bo'lsa faqat like bilan kommentariyada o'zlaringizni bir yaxshi niyatlaringizni yozib ketinglar. Shu Ramazon oylarida yaxshi niyat qilib, hammamizga Alloh nasib qilsin mana shunaqa katta-katta partiyadagi otlarni boqish degan bir yaxshi niyatlarni yozib ketamiz. Endi egalaridan hamma ma'lumot sizlarga yetkazaveramiz. Sizlardan bo'lsa faqat like bilan kommentariyada o'zlaringizni yaxshi niyatlaringiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz zo'rmi? Rahmat. Xo'p aka, bu otlaringiz zo'r ekan, Alloh baraka bersin. Bir-biridan go'zal, mana shunaqa ranglari ham zo'r, oq poycha, qashqa, qizil, har xildan bor ekan, ko'z tegmasin. Aka, bularning soni nechta bo'lyapti? Bularning soni 80 ta. 80 boshi? Mashalloh. Akalar, mana ko'ryapmiz, 80 bosh mana shunaqa go'zal otlarimiz yetib kelgan. Akalar, otni boqish kerak, hammaga nasib qilsin. Aka, buni 80 boshi sog'ligida bironta muammosi yo'qmi aka? Yo'q, sog'ligi zakonni hammasi, yeb ichishi hammasi yaxshi. Demak, otlarimizda hech qanaqa bir kamchiligini ko'rmagansiz. Kamchiligi yo'q. Aka, endi so'rashim kerak edi. Bular endi bari qayerdan keldi aka? Bular hammasi nimadan kelgan? Qozog'istondan kelgan. Qozog'istonning otlari. Qozog'iston otlari. Akalar, mana ko'ryapmiz, Qozog'istonning otlari yetib kelibdi ekan. Endi aka, buni yoshlari qanday bo'lyapti? Hammasi 10-11 oylik to'ylar bular. 10-11 oylik to'ylar. Sho'x ekan, mashalloh akalar. 9 oylik ham bor bitta ikkita. Demak, 9-10-11 oylik desa adashmaymiz. Xuddi shunday. Akalar, mana ko'ryapmiz, 9-10-11 oylik otlarimiz yetib kelibdi. Shuning uchun akalar e'tiborli bo'linglar. Hamma ma'lumotni sizlarga oq xizmatimizdan yetkazib beramiz. Aka, bu otlarimizni endi bari so'rashim kerak. Qozog'istondan bular vaksinalarini olganmi? Olgan, ha. Demak, o'sha hech qanaqa yoqdan kasallik va hokazo yo'q. Akalar, 100% sog'lom ekan. Sog'lom, otlarimiz, vaksinalar olingan. Undan tashqari ma'lumot uchun aytib qo'yaman, chetdan kelgan har qanaqa mol bo'ladimi, qo'y bo'ladimi, ot bo'ladimi, albatta vaksinasi bo'ladi. Xuddi bularda mana shunaqa vaksinasi bo'ladi. Aka, bularning bo'ylari necha endi? Bo'ylari 1.30, 1.50 gacha. Ha, demak 1.30 dan 1.50 gacha. Plus minusi bor. Plus minusi bor. Aka, bularni sog'ligi zo'r ekan, bo'ylarini aytib o'tdik. Hammaga ish qilib yoqadigan sifatli otlar. Ko'ryapmiz. Endi aka, bulardan endi zot olsa qanday bo'ladi, nima deysiz? Yaxshi bo'ladi. Yaxshi-ya, sifatlari yaxshi. Aka, bu yerda baytal, erkak hammasi alohida, hammasi aralash. Aka, bular o'zi necha yoshdan boshlab qochadi? Bular shu 1 yoshdan o'tib qochadi. 1 yoshdan o'tadi-da. 1,5 yosh. Akalar, men o'zim bilishim bo'yicha 2 yoshdan keyin ot nimaga keladi? Ya'ni ko'payish mavsumi bo'ladi deyishgan. Mana 1,5-2 yoshga ham qochish mumkin ekan. Akamizdan olyapmiz ma'lumotlarni. Aka, buni endi dastavkalar degan narsalari bor, sog'ligi, hamma ma'lumotni gaplashyapmiz. Endi bari dastavkasi degan narsalar bor. Aka, buni masalan bizani kuzatadigan viloyatlardan ko'p obunachilarimiz bor. Masalan, Namangan, Farg'ona, Andijon, bu taraf Qoraqalpog'iston, Xiva, hamma joyga bor. Buni masalan dastavkalarini bir imkon qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, dastavkalarni kelishamiz. Olishlariga qarab, ko'proq olishsa kelishamiz. Demak, nechta olishga qaraladi. Shunday. Endi bir 10 ta, 15 taga dastavka muammo bo'lmasa-ki. Bo'lmaydi. Mashalloh. Akalar, demak ko'ryapmiz, 10 ta, 15 ta olaman degan akalarimizga dastavkadan muammo bo'lmas ekan. Shuning uchun akalar qo'rqmasdan telefon qilaverasa, dastavka qildirib berishadi. Endi 2 ta, 3 ta oladigan akalarimiz, bitta olaman degan akalarimiz kelib, o'zlaringiz bitta labo bilan ham ortib ketsalaringiz bo'ladi, usta ochiq labolarga. Aka, buni ichida ko'ryapman, bitta yarim bo'yi pasti bor ekan. Endi buni narx-navosi ham juda baland bo'lmasa endi. Yo'q, maydaroqlari bir 10 ta chiqadi, chiqsa. Endi bari yoshi sal kichkina-da, bular o'sadi bari. Ha, shunda narxini kelishtirib beramiz. Aka, endi obunachilarni ko'p kuttirmaylik. Shu asosiy narx-navosiga o'taylik. Buni narx-navosini qanday qilamiz aka? Buni hozir siz menga bir chiroyli qilib narx aytsangiz, men o'shani obunachilarga yetkazsam. Xo'sh, buni hozir endi men ko'ryapmiz, mana bu tarafdagilari bor.
Hammasi yaxshi ekan aka. Bularni mana bu tarafdagilari ham qizil ranglari ancha ochiq-ochiq chiroylar bor ekan aka. Shu endi narxini ham bir gapirib o'tsak. Surob aka, bularni narxlari 10 milliondan 13 milliongacha. 10 milliondan 13 milliongacha. Shunday. Akalar 10 milliondan 13 milliongacha ekan. Aka buni endi baribir savdosi bor. 10 millionliklari qanaqa endi aka? 10 millionlikdan shu 10 tala chiqadi-da. Mana shu qizillarda edi. Ha, mana shunda maydaroqlari ham bor. Bular 10 millionda. 10 milliondan. 13 millionliklarichi? Ha, o'rtada turgan katta. Ha, shunday, kattalar. Akalar mana ko'ryapmiz. O'rtada ajralib turganlar 13 million ekan. Aka buni o'tish qaytishi bormi-yo'qmi savdosi? Baribir so'rab olishim kerak. Baribir mayli, men o'zimga yoqdi, narxi juda baland emas. Yana ham so'rab olishim kerak. O'tib qaytishi bor. Kelib savdosi bor, savdosi bor. Mashallah. Akalar savdo qilamiz. Demak ko'ryapmiz, ustida savdosi bor ekan. Bemalol telefon nomer qoldiramiz. Telefon qilib baraka qilsalaringiz bo'ladi. Nima deydi aka? Bo'ladi. Endi aka 10 millionlik deganimiz baribir 10 million sotmaymiz. Savdoda bir xayri bo'ladi, sunnatiga o'tib berish bo'ladi. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz. Akalar mana ko'ryapmiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa kelishtirib beriladi. Holatlari zo'r, hammaga tavsiya qilinadigan mana shunaqa toychalarimiz yetib kelgan. Akalar maza qilib ot qilaman, ko'paytiraman deydigan akalarimiz bo'lsa, holatlari zo'r bo'lgan mana shunaqa sifatli otlarimiz bor. Shuning uchun akalar tezroq hammaga tavsiya qilib qolamiz. Olinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ramazon oyida mana shunaqa otlardan ko'paytirmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun manzilni aytib o'tdim, pastda nomer turibdi akalar.